talep qilib kitoblar chiqarildi ingliz tili shaklida. Uning ustiga ustak Xudoga ko'proq nishoni berildi va Eliot ko'proq nishoni berildi va yonida sanachka berildi va 200 ga yaqin xalqaro sertifikatim bo'ldi. Hozirgi kunga kelib Zulfiyaxonim izosh bo'lishga ahd qilganman. Orasida men ham ijodimni topshirib, shunday xalqaro sertifikat bilan volontyorlarda respublika bosh volontyori bo'ldim. Oltin-qanotda esa Xorazm bosh koordinatori bo'ldim. Endi esa yaqinda 3-kitobimni chop qilish niyatim bor. Uni nazm yo'nalishida qilmoqchiman va ko'plab sertifikatlarga ega bo'lmoqchiman. Hozirda bitta ona tili sertifikatim bor. Kitobimni bexos varaqlar. Men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida qo'ldim charaqlab. Suyish kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, ishtmi yoki niqob. Yurak og'ushiga qilmabman parvo. Meni og'ushlagan hayot naq oftob. Yangi qo'shiq talab unda har sabab. Men o'tgan umrimga achinmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim, ayrildim, kuldim. İzzat bilan bildim, shu davr yashash. Meni qilolmadi yodingdan nari, yana huzuringda turibman shoir, qo'limda bir quchoq bahor gullari. Ajab, qadra yosh yo'q bu kun ko'zimda, alamdan zarra yo'q ko'ksimda bugun. G'am emas, shodlik bor qara ko'zimda. Seni qutlagani kelganman bu kun. Visolga aylandi men uchun hijron. Sen yodingga shunchalar o'rganib qoldim. Bu oqshom porilar dil nuringizda, didor baxt nasib yana siz bilan. Turibman azizlar huzuringizda, hamon o'qlab ko'ngil yorug' yuz bilan. Hamon mulkimdagi sen zarim she'r, sochimda, chegrangda yillardan nishon. Gogohim vatan ona yer. Ajab bo'lmaydi. Uning she'rlari ko'p yillar qilgan meni hayratga soldi. Qalbimni ron etdi. O'sha kezlarda qachonlardir mening kamtarim she'rlari uning sharofati va o'zbek tilida jaranglashini o'ylaganman. Oy qilgan kunda G'olib Raziyam qahramonlarning o'zbekcha gapirishi ham shunga kirmaydi. Bu ishlar bo'ldi yo'q. Shu tariqa shaxsiy va ijodiy do'stlarimiz ham yuzaga keldi. Men Do'stiyeva Madina 42-maktabning 10-sinf o'quvchisiman. Hozirgi kunga kelib bitta kitobim chiqqan va 200 ga yaqin xalqaro sertifikat egasiman. Va yuksak ilm fidoyi ko'krak nishoni, Eliot iftixoriy ko'krak nishoni va znachka bilan taqdirlanganman. Bitta statuetkam va Samarqand va AQSh, Germaniyalarda o'z ijodiy namunalari va ijodiy loyihalarimni topshirganman. Hozirgi kunga kelib Zulfiyaxonim izoshi bo'lishga ahd qilganman va prezidentimiz qo'lidan ko'krak nishoni, ya'ni Zulfiya mukofotini olishga bel bog'laganman va shu kunga yetish uchun harakat qilaman.